Olamlarning egasi bo'lgan 99 ism sifat egasi bo'lgan yo Rabbim, o'zingdan iltijo qilib so'rayman. O'zingning al-Malik, Malikil Mulk aziz isming sifating bilan butun borliqni egasi bo'lgan, butun vujudni egasi bo'lgan, butun boylikni egasi bo'lgan, dunyoni egasi bo'lgan sensan. Sen bermasang hech narsa kelmaydi. Sen bersang hamma narsa keladi. Barcha ne'matlarni sen bersang yo Rabbil alamin, eng yaxshi ko'rgan bandalaringni, bergan boyliklaringni menga ham ber. Halol qilib ber, evazsiz qilib ber, rizqimni keng qil, xayrli qilib ber. Barokatli qilib ber. Bersang albatta yaxshilik yo'lida ishlataman. O'zing rozi bo'ladigan yo'llarda ishlataman, va'da beraman. Saxiy bandalaringdan, boy bandalaringdan qilgan istig'forni 40 ming marotibagacha aytish, Al-G'oni, Al-Mughni, Ar-Razzoq ismlarini kuniga 33 marotaba aytish va albatta harakat qilish hayotingizga pul eshiklarini ochadi. Pulsizlik munosabatlarda muammolar, turmush o'rtog'idan pul ola olmaslik va barakatsizlikdan qiynalayotgan bo'lsangiz, izohlarga plus qoldiring va may bepul marafonda qatnashing.